Men mart oyida o'qishni rejalashtirgan kitoblarim. Birinchisi Fyodor Dostoyevskiy Белые ночи, ya'ni Oydin tunlar. Men bu kitobni 1-2 yil oldin boshini boshlab, keyin tashab qo'yganman zerikamdan, chunki o'sha paytlar klassik o'qiy olmas edim. Zerikib qolardim va hozir klassik o'qiyapman va buni ham o'qib tugataman degan umiddaman. Keyingisi Внутри убийцы. Bu kitobni yaqinda raspakovkasini ko'rsatgan edim va aytib ketgan edim, detektiv roman Profiler qiz haqida. Detektiv romanni birinchi marta o'qishim, o'ylaymanki menga yoqadi. Keyingisi Приручить седьмого. Bu kitobni albatta ro'za tugagandan keyin o'qiyman. Keyingi dilogiya bu Graf Monte Cristo. Va men bu kitobni aynan uyimdagilarning tavsiyasi bilan o'qimoqchiman desa ham bo'ladi. Keyingisi eng oxirgisi Master и Margarita. Adashmasam bu kitob fantasy janrida. Men bu kitob haqida juda ham ko'plab videolar ko'rganman va menga yoqadi degan umiddaman. Mart oyida men aynan reja qilgan kitoblarni o'qiyman degan umiddaman. Chunki men odatda shunchaki randomdan olib kitob o'qiyman, ya'ni qaysi qiziq tuyulsa o'shani o'qib ketaverardim. Aynan shu kitobni men o'zi bugundan boshlamoqchiman, chunki bugun bitta kitob tugatdim. Sizlar ham qaysi kitobni o'qimoqchi ekanliklaringizni kommentariyada kutaman va albatta obuna bo'lishni unutmang.